gaplashamiz. Juda ham ko'pchilikni beradigan savollardan bittasi maqsad qo'yishga qo'yaman-u, lekin yarmida tashlab ketaman. Avvalosi birinchidan maqsad qo'yishni bilmaymiz. Keyin maqsad sari harakat qilishni bilmaymiz. Chunki maqsad sari harakatlanish ham to'g'ri bo'lgani muhim. Ya'ni maqsadga erishish uchun aynan mana shu xohlagan maqsadingizga olib keladigan harakatlarni qilishingiz kerak. Mana shular haqida bugungi videoda gaplashamiz. Agar bu kanalda yangi bo'lsangiz, hoziroq podpisatsiya tugmasini bosib kanalga obuna bo'ling. Unda mezboningiz men Dildora Jumanova maqsad borasida ko'zdan qochirayotgan narsalaringizni ko'rsatib beraman. Bu kanalda o'zingizni ustingizda ishlash va shaxsiy rivojlanishdagi eng samarali yechimlar bilan tanishasiz. Demak, bugungi videoda maqsadlar haqida gaplashyapmiz. Ko'pchilik aytadi, maqsad qo'yishni bilmayman. Okey, maqsad qo'yishni o'rganganimizdan keyin aytishadiki, men juda ham ko'p joylarda o'qidim, ko'p kitoblar o'qidim, ko'p kurslarda o'qidim, lekin baribir maqsadimga erisha olmayapman. Maqsadingizga erishish uchun nima harakat qildingiz desam, savol berishadi. Deydi, nima maqsadga harakat qilish kerakmi? Men shuncha joyda o'qidim, shuncha narsani o'rgandim. O'rtoqlar, eng birinchi illyuziya bu shundaki, biz bilim olish evaziga maqsadga erishamiz deb o'ylashimiz. Bu illyuziyadan boshqa narsa emas, ya'ni sarobdan boshqa narsa emas. Maqsad harakat evaziga beriladigan narsa. Siz va bizni bilimimiz, o'qigan kitoblarimiz, ko'rgan kinofilmlarimiz bizga juda ham ko'p yordam bermaydi. Ya'ni biz bilimni bitta narsani bilaman yoki 10 ta narsani bilaman deb ko'tarib yurishimiz mumkin. Uni amalga tatbiq qilmasak, bizni bilimlarimizdan tiyinchalik foyda yo'q. Demak, birinchi masala maqsadni o'rgandingizda, ya'ni maqsadni o'rgandingiz, maqsad qo'yishni o'rgandingiz, uni strategiyasini tuzdingiz, lekin harakat qilmas ekansiz, maqsadga erishishingiz qiyin bo'ladi. Ikkinchi narsa, kuzatuvlarim shuni ko'rsatadiki, o'rtoqlar, maqsad so'ziga juda ham bir aniq, konkretni qaramas ekanmiz. Maqsad deganda sizni maqsadingiz nima bo'lsa, ana shu so'zni qo'yishingiz kerak. Masalan, sizni maqsadingiz agar pul topish bo'lsa, maqsad degan gapga, maqsad degan so'zga yoki joyga siz pul topishni qo'yishingiz kerak. Ya'ni pul topish uchun. Masalan, odamlar aytadi-yu, trenerlar aytishadi, maqsad uchun nimanidir qiling. Demak, sizni maqsadingiz pul topish bo'lsa, pul topish uchun nimanidir qiling. Yoki agar sizni maqsadingiz qarzdan chiqish bo'lsa, qarzdan chiqish uchun nimanidir qiling. Agar sizni maqsadingiz turmush qurish bo'lsa, oilali bo'lish bo'lsa, turmush qurish uchun nimadir qiling. Mana shu juda ham muhim narsalardan bittasi, muhim ko'zdan qochiradigan punktlarimizdan bittasi. Ya'ni biz maqsad so'ziga shunchaki maqsad qanaqadir maqsad deb qaraymiz, lekin maqsadda sizni konkret maqsadingiz bo'lishi kerak. Nimani maqsad qo'ygan bo'lsangiz, ana shu narsani maqsad so'zi bilan alishtirishingiz kerak. Demak, bu ikkinchi muhim punkt ekan. Keyingisi, gap shundaki, o'rtoqlar, biz juda sabrsizmizda. Biz urug'ni bugun ekaylik, ertaga hosilni yig'ib olaylik. Ya'ni odamlar o'ylaydiki, maqsadga mana bugun kirishdim, ertaga maqsad amalga oshishi kerak. Maqsad deganda yana bir marta sizni maqsadingizni qo'yamiz. Keling, shu maqsad deganda pul topishni qo'yadigan bo'lsak. Siz o'ylaysizki, bugun pul topishni sirlarini o'rgandingiz, ertaga уже pul kelishi kerak. Yana ko'pchilikdan eshitadigan gapim, pul keladi. Pul kelishni boshlaydi. Shunga o'xshagan narsalar. O'rtoqlar, pulning kelish funksiyasi yo'q, pul kelmaydi. Pulni biz o'zimiz topib olamizda. Ya'ni biz pulga yo pulni ishlab topib erishamiz yoki bo'lmasa unga loyiq bo'lib erishamiz, lekin pul kelmaydi bizga hech qachon. Maqsad ham bizga kelmaydi. Biz boramiz maqsadga, chunki ularga biz kerak emasmiz. Ya'ni maqsadga ham, pulga ham biz kerak emasmiz. Ular bizsiz ham yaxshi yashayveradi, lekin bizga kerak. Mana shu maqsad, biz boramiz maqsadga, bizga kerak pul, biz boramiz pulga. Bizga kerak baxtli bo'lish, biz boramiz baxtli bo'lishga. Bizga kerak oilali bo'lish, biz boramiz oilali bo'lishga. Teskarisi emas. Ko'pchilik aytadi, men mana narsani to'g'rilab qo'ysam, pullar o'z-o'zidan keladi. Men onam bilan munosabatimni to'g'rilab qo'ysam, baxt o'z-o'zidan keladi. Otam bilan munosabatimni to'g'rilab qo'ysam, pullar o'z-o'zidan keladi. Yo'q, o'rtoqlar. Pulning o'z-o'zidan kelish funksiyasi yo'q. Demak, sabrsizligimiz galdagi bizni to'siqlarimizdan bittasi ekan. Ya'ni biz urug'ni bugun ekaylik, ertaga hosilni yig'ib olaylik. Unaqa bo'lmaydi, o'rtoqlar.
mayda kichik qadamlar bilan kelamiz. Maqsadgami, u xohish istakgami, u orzugami, nimaga kelishni xohlasak, unga kichik qadamlar bilan kelamiz. To'g'ri, katta qadamlar bilan hatlab, qir oshib, dovon oshib kelishimiz ham mumkin, lekin ungacha biz qanaqadir kritik massani yiqqan bo'lishimiz kerak. Tasavvur qiling, bugun tug'ilgan bolani Hachakala yugurib ketadimi? Yo'q, yugura olmaydi. U oldin 4 oyoqlab yuradi. Undan ham oldin qorni bilan yuradi, to'g'rimi? Keyin 4 oyoqlab yuradi. Keyin o'tirib dumbasida yuradi. Keyin turib nimadir ushlab yuradi. Ana shundan keyin u mustaqil yurishga o'rganadi. Demak, har qanday maqsadga kelishning yo'li ana shunday kichik qadamlar bilan. Endi maqsadga kelishda to'g'ri qadamlarning qo'yilishi muhim. Ba'zan ishtirokchilar aytishadiki, pul topishni xohlayman. Xo'p, pul uchun nimalar qildingiz? Meditatsiya qilyapman, shukrona yozyapman, kechirim xati yozyapman, kosmosga dam uryapman, koinotga chek yozyapman, vobshe bo'lmayapti deyshadi. O'rtoqlar, pul kelishini xohlasangiz, pul olib keladigan harakatni qilishingiz kerak. Koinotga chek yozish, meditatsiya qilish bu pul keltiradigan harakat emas, sizni pulga yaqinlashtiradigan harakat emas-da. Meditatsiyani umuman maqsadi boshqa. Koinotga chek yozishlarning ham maqsadi boshqa. Nima ekan ular maqsadi aniq bilmadim, lekin aniq boshqa. Siz agar pulni xohlasangiz, baxtni xohlasangiz, solih farzandni xohlasangiz, ana shularga olib keladigan harakatni qilishingiz kerak-da. Chek yozish, koinotga dam solish, kosmosga energiya yuborish emas. Aynan konkretni siz xohlagan maqsadni olib keladigan ishlar. Endi to'g'ri harakatlarning muhimligini bitta misolda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'pincha mijozlar aytishadi, men shunday bir shoshqaloqlik odatim bor-da, shoshqaloqman. Qanday qilib shu shoshqaloqlikdan chiqsam bo'ladi deyshadi yoki shoshqaloqlikni qandoq yengsam bo'ladi deyshadi. Bu o'ziga yarasha tuzoqlardan biri. Siz shoshqaloqlikdan chiqish emas, balkim nimaga kelmoqchisiz? E'tiboringizning yo'nalishini ana shunga qaratishingiz kerak. Masalan, shoshqaloqlikning teskarisi nima? Og'ir vazmin bo'lish. Demak, siz shoshqaloqlikdan chiqishni emas, balkim vazminlikka kelishni o'ylashingiz kerak. Sababi energiya qonunida. Bu dunyoda hamma narsa energiya va ilohiy qonunlardan, qoidalardan bittasi bu energiya qonuni. Sizning e'tiboringiz baravar energiya. E'tiboringiz qayerda bo'lsa, siz o'sha yerdasiz. Agar sizning e'tiboringiz shoshma-shosharlikda bo'lsa, farqi yo'q, shoshma-shosharlikdan chiqmoqchimisiz, shoshma-shosharlikni tugatmoqchimisiz? Bundan qat'iy nazar e'tiboringizning yo'nalishi shoshma-shosharlikdami? Shoshma-shosharlikda qolaverasiz. Shuning uchun mening sizga taklifim shoshma-shosharlikdan chiqishni emas, qanday qilib vazminlikka kelsam. Xuddi shunday qilib har qanday muammoingizni o'ylashingiz sizni muammoda qolaverishingizni ta'minlaydi. Ko'pchilik bolalikdagi travmalarni yechish bilan band. O'ylashadiki, bolalikdagi travmalarni yechib olsam, ongostimni tozalab olsam, zo'r bo'lib ketaman, pullar o'zidan o'zi yugurib kelishni boshlaydi, oqib kelishni boshlaydi, yo'llarim ochilib ketadi. Yo'llar ochiq, o'rtoqlar, siz yurmayapsiz-ku. Demak, biz o'zimizcha o'ylaymiz, ongostimni tozalab qo'ysam, qo'rquvlarimni yengib qo'ysam, hamma narsa zo'r bo'lib ketadi. Bu ham illyuziyalardan bittasi. Hamma narsa zo'r bo'lib ketishi uchun biz o'sha zo'r bo'lishini ta'minlashimiz kerak-da, unga harakat qilishimiz kerak yoki bo'lsa, shuning uchun sharoit yaratib qo'yishimiz kerak. Xo'p, indamasdan bundoq turib yaxshi narsalarni kelishiga ham erishsak bo'ladi, lekin shuning sharoitini qilib qo'yishimiz kerak-da. Shunday qilishimiz kerakki, hamma narsalar biz tomon kelsin, чтобы biz bundoq keldingizmi deb kutib olish uchun. Bu ham o'z-o'zidan bo'ladigan narsa emas. Harakatimiz evaziga beriladigan narsa. Demak, bizni e'tiborimiz baravar bizning energiyamiz. E'tiborimiz qayerda bo'lsa, biz o'sha yerdamiz. Sizning e'tiboringiz qo'rquvlardan chiqishdami? Hech qachon chiqmaysiz. Qo'rquvlarni ishlayapsizmi? Qo'rquvlarda qolaverasiz. Ya'ni siz mana shu balchiqda qolishda davom etaverasiz. E'tiboringizning yo'nalishi qayerda? Yetar-yetmaslikdami? Yetar-yetmaslikda qolaverasiz. Chiqmaysiz bu vaziyatdan. Shuning uchun mendan psixolog hamkasblarim xafa bo'lishmasin, lekin psixologiyani juda ham bir samarali yo'nalish deb bilmayman. Sababi
mana shu qo'rquvlaringizni ishlaymiz, cheklovlaringizni ishlaymiz, yana nimalardir ishlaymiz. Ishlaganingiz sayin o'sha cheklovlarda qolishda davom etaverasiz. Mening sizga taklifim cheklovlarni emas, qayerga kelmoqchisiz? Ana shuni o'ylangda, shunga olib keladigan yo'ldagi to'siqlarni bartaraf eting. Bingo! Oson va tez yetib kelasiz. Qiyinchiliklarsiz emas, hech narsa qilmasdan emas, lekin oson va tez yetib kelishingiz mumkin. Demak, e'tiboringizning yo'nalishini chiqib ketmoqchi bo'lgan joydan olib, kelmoqchi bo'lgan joyingizga qarating. 2026-yilda qanaqa maqsadlaringiz bor? Nimalarga erishmoqchisiz? Nimalardan chiqmoqchisiz? Nimalardan ketmoqchisiz? Bir o'ylab ko'ring. Shu narsalarni sarhisobini qilganmisiz? Agar sarhisob qilmagan bo'lsangiz, mana bu video sizni oldingizdan chiqqan bo'lsa, я вам завидую, chin ma'noda sizga havas qilaman, omadingiz chopibdi. Mana bu videodan keyin siz to'g'ri sarhisob qilishni o'rganasiz. Agar hozir ham videoni pauzaga qo'yib, bir shu paytgacha bo'lgan narsalaringizni, vaziyatlarni, maqsadlarni analiz qilsangiz, darhaqiqat sizni to'xtatgan narsa, ya'ni maqsadni qo'yib, yarmiga ham yetmasdan tashlab ketishingizga olib kelgan narsalarning bittasi shu shoshma-shosharligingiz. Ya'ni siz bugun maqsadni qo'yingda, ertaga erishishingiz kerak, lekin unaqa bo'lmayotgani uchun maqsadlaringizni oxirigacha olib bormaysiz, hatto yarmigacha ham olib bormaysiz. 26-yilda demak maqsadlaringiz qanday? Qarzlardan chiqishmi? Qarzlardan chiqishni emas, balkim pul oqimini ochishga qarating e'tiboringizning yo'nalishini. Chunki qarzdan qutulish uchun nima kerak? Mullajiring kerak. Поэтому qarzdan chiqishni emas, mullajiringni ko'paytirishni o'ylashimiz kerak. Qarzdan chiqishni, qarzga botib ketayotganingizni, qarzlaringiz tugamasligini o'ylasangiz, xayolingizga nima keladi? Qanday qilib shu qarzni qaytarmasam, bermasam, nima qilsam shu egasi qarzdan kechib ketar ekan degan o'y-xayollar xayolingizni band qiladi. Shuning uchun e'tiboringizning yo'nalishini qarz havoladan olib, pul oqimini ochishga qarating. Bu mavzuda siz uchun ajoyib kurs tayyorlaganmiz. Uning nomi omonat deb nomlanadi. Qanday qilib qarzlardan chiqib, pul oqimini ochishni, qo'lga kirishni xohlasangiz, barchangizga ushbu kursni taklif etaman. U juda arzon narxda, даже aytishga kulgili narxda. Mana bu yerda ochiq videoda buni aytmayman. Обязательно mana shu video ostida qoldirilgan описаниедagi ссылка orqali o'tib kurs haqida batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Endi siz maqsad qo'ydingiz, maqsad sari harakat qilishni boshladingiz. Maqsadingiz o'z-o'zidan sizga kelib qolmaydi. Maqsadingiz o'z-o'zidan sizga berilmaydi. Hech narsa bizga prosta takka o'z-o'zidan berilmaydi. Har qanday harakatga qarama-qarshi harakat bo'ladi. Ya'ni siz nimagadir harakat qildingizmi, обязательно u narsaga qarama-qarshi harakat bo'ladi. Shunday ekan, siz maqsadingizga o'zingiz harakat qilib, qarshiliklarni yengib kelishingiz kerak. Ya'ni qarshiliklarni yenga olsangiz, maqsad sizga halol ekan. Keling, buni bir fizik misolda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oldimga ikkita stakanda suv olib kelib olganman, bilmadim bu eksperimentimiz qanchalik o'xshar ekan. Hozirgi aytgan formulam bo'yicha har qanday harakatga qarama-qarshi teskari harakat bo'ladi. Qarang. Mana bu stakanda ichida suv bor. Mana bu stakan esa bo'sh. Bu stakan sizga bo'sh ko'rinadi, lekin bu stakan havo bilan to'la. Mana bu stakan, tasavvur qiling, tepagacha suv bo'lganda edi, suv bilan to'la bo'lardi. Mana bu stakan esa havo bilan to'la. Sizni nazaringizda bo'sh, lekin u havo bilan to'la. Men bu stakandagi suvni mana bu bo'sh stakanga soladigan bo'lsam, qarang. Harakat bo'lyapti. Suv kirib kelishi uchun bu yerdan havo chiqib ketadi. Havoni chiqarib yuborib, suv mana bu stakanda joy egallaydi. Har qanday harakat uchun qarama-qarshi teskari harakat bo'ladi. Yana bitta misol. Uyda yopiq turgan eshikni ochganingizda qanaqadir sizga qarshilik bo'ladi, to'g'rimi? Xuddiki hozir ochgan joyingizda bunday havo bu yoqqa kirib ketadi-da, eshigingiz ochiladi. Har qanday harakatga demak qarama-qarshi harakat bo'ladi. Shu narsani esingizda tutishingiz kerak. Maqsad sizga o'z-o'zidan kelib qolmaydi va o'z-o'zidan berilmaydi. Ko'pchilik aytadi, men kursga kelmoqchi edim, lekin pul kelmadi. Значит, menga emas ekan. Значит, hozir emas ekan deyshadi. Va o'ylashadiki, maqsad qo'ydim, agar maqsadni to'g'ri qo'ygan bo'lsam, unga o'zidan o'zi hamma narsa keladi. Pul ham keladi, imkoniyat ham keladi, vaziyat ham keladi. Так вот, нет, друзья мои. Siz yaratishingiz kerak vaziyatni, imkoniyatni.
qulay sharoitni siz yaratishingiz kerak. Hech kim sizga maqsadingizni berib qo'ymoqchi emas. Siz maqsadni kerak bo'lsa yulib, talashib, tortishib olishingiz kerak. Ya'ni kerak bo'lsa uzib olishingiz kerak. Chunki maqsad sizga kerak. Shunday ekan, demak, qarama-qarshi harakatga turib bersangiz, ana shunda maqsad sizga halol. Bo'lishi mumkinki, siz maqsadingizga 10 yilda kelarsiz. 10 yil agar qarama-qarshiliklarni, to'siqlarni yengadigan bo'lsangiz, maqsad sizniki va u sizga halol. 10 yil kutmasdan tezroq kelishi iloji bormi? Ha, bor. 10 kun ichida kelishi iloji bormi? Bor. Yaratgan egammi karami keng, yaratgan egamga mumkin emas narsaning, imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Bu narsalarning yo'llari va imkoniyatlari bor. Ana shuning uchun ham biz bormiz. Ya'ni mana shu narsalarni, mana shu yo'llarni sizga ko'rsatish uchun biz mutaxassislar xizmat qilamiz. Demak, agar bu yilgi maqsadingiz qarzlardan qutulish bo'lsa, demak sizga omonat kursida ishtirok etishingizni taklif etaman. Omonat kursi qarzlardan chiqish va pul oqimini ochishga qaratilgan kurs haqida batafsil ma'lumotni ushbu video ostidagi ilovadan topib olishingiz mumkin. Ana shu ilova orqali o'tib olishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan bugungi video doirasida foydali ma'lumotlarni berdim deb ishonaman. Albatta, sizning odzivlaringizni, izohlaringizni kutib qolaman. Video ostida bildiring, ma'lumotlar foydali bo'ldimi? Agar foydali bo'lgan bo'lsa, nimasi bilan? Keyingi videoda ko'rishguncha